Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana onlayn soha kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi video darsligimizda internetda sarmoyasiz, ya'ni har soatda kirib pul ishlashimiz mumkin bo'lgan ajoyib super kran saytni sizlarga ko'rsatib va tavsiya etib o'tmoqchiman do'stlar. Saytimiz nomi Litpich deb ataladi. Bu saytni ko'pchilik do'stlarimiz bilsa kerak. Bilmaydigan do'stlarimiz uchun hozir qisqacha rolik qilib tanishtirib ko'rsatib o'taman do'stlar. Xo'sh, albatta sayt silkasini, ya'ni linkini video rolik ostida, kommentariyada yoki opisaniyga qo'yib qo'yaman. Bemalol ro'yxatdan o'tib sarmoyasiz pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda qanday qilib ro'yxatdan o'tish, qanday qilib pul ishlash hammasini video rolik jarayonida sizlarga batafsil ko'rsatib tushuntirib o'taman. Saytdan ro'yxatdan o'tishimiz uchun kirganimizdan keyin mana shunday tarzda oyna ochiladi. Bu yerda sign up degan tugmachaga bir marta bosamiz va mana shu yerdan biz yo'lakchalarni to'ldirib chiqishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni ro'yxatdan o'tamiz. Birinchi yo'lakka username, o'zimizning shaxsiy nikimizni kirgizamiz. Ikkinchi yo'lakka elektron pochta manzilimizni kirgizamiz, ya'ni o'zimizning shaxsiy emailimizni. Uchinchi yo'lakka pasport, ya'ni parolimizni kirgizamiz. To'rtinchi yo'lakka repost pasport degan joyga kirgizgan parolimizni takroran kirgizib, bu yerda ya'ni robot kapchasini tergan holda sign up degan tugmachani bosib saytdan ro'yxatdan o'tamiz do'stlar. Xo'sh, men bu saytdan ro'yxatdan o'tganman. 2 marta ro'yxatdan o'ta olmayman. Bo'lmasa men o'z ish kabinetimga tashrif buyuraman va qolganini sizlar bilan birgalikda ish kabinetimga tashrif buyurganimdan keyin saytni tushuntirishda davom etaman do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana men o'z ish kabinetimga tashrif buyurib oldim. Sizlar ham ro'yxatdan o'tganlaringdan keyin mana shunday tarzda oyna ochiladi. Ya'ni sizlar yangi ro'yxatdan o'tganlaringda saytni aktivatsiya qilishga to'g'ri keladi. Bu yerda tepada sizlarda nastroyka bo'limida elektron pochtalaringni tasdiqla degan joy chiqib turadi. O'shani bosasizlar va sizlarni o'sha yuqorida ro'yxatdan o'tkazgan elektron pochta manzillaringga pochta boradi, ya'ni xat boradi. O'sha pochtani ochib pochta jo'natgan linkni bosasizlar, sizlarni saytga o'tkazib yuboradi. U yerda Go Home degan tugmacha chiqib turadi. O'shani bosasizlar, saytlaring, ya'ni kabinetlaring aktivlashadi do'stlar. Xo'sh, aktivlashtirganimizdan keyin saytda eng birinchi qiladigan ishimiz, ya'ni saytda pul ishlashimiz uchun bu yerda mana pastga tushamiz. Pastga tushadigan bo'lsak, bu yerda mana avtomatik menda hozir kapcha terilib ketdi. Sizlarda terilmagan bo'lsa, kapchani terib olasizlar va bu yerda claim degan tugmachani bir marta bosamiz. Bizga hozir adashmasam Litecoin beriladi. Bonus. Please wait deyapti, ya'ni ozgina kutib turamiz. Kapcha noto'g'ri deyapti. Kapchani terib olamiz do'stlar. Claim bosamiz. Please 4 minutes 44 minut, ya'ni 44 minutdan keyin bajara olishimizga to'g'ri kelar ekan. Men ya'ni hozir boshda olib chiqib ketgandim o'z bonusimni. Sizlar bemalol olishlaring mumkin bo'ladi. Men yana shuni 44 minutdan keyin bajara olishim mumkin bo'lar ekan do'stlar. Xo'sh, bu yerda silver urovendami, ya'ni men har soatda 3000 litoshidan olishim mumkin. Sizlar ya'ni yangi ro'yxatdan o'tganlaringda stone levelida bo'lasizlar. Sizlar har soatda 250 litoshidan olasizlar do'stlar. Shunaqa. Xo'sh, bu yerda qanday qilib urovenlarni oshirish mumkin, ya'ni levellarga chiqish mumkin degan savolga javob berib o'tib ketaman do'stlar. Bu yerda do'stlar, xo'sh, games bo'limi bor. Bu bo'limda biz saytda, ya'ni o'yinlar o'ynab o'z levellarimizni oshirishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Xo'sh, bu bo'limga o'tamiz. Mana har xil bo'linmalar bor, ya'ni Dix, Crash, Slots, har xil o'yin turlari bor bu yerda do'stlar, ko'rib turgan bo'lsalaring. Ya'ni bu bo'limda biz o'sha bizga berayotgan har soatdagi bonuslarni mana shu yerda o'ynab yutishimiz mumkin yoki yutqazishimiz ham mumkin. To'g'risi, maslahatim bu bo'limni tavsiya etmayman do'stlar. Chunki bu bo'limda yutishimizdan ko'ra yutqazish imkonimiz slishkim mnogo do'stlar. Shuning uchun tavsiya qilmayman bu bo'limni. Xo'sh, mana o'ynab ko'rsatib beraman. Tepada 100 litoshidan o'ynalar ekan. Spin bosamiz. Mana yutqazdik, 0 ga tushdi. Yana 0 ga tushdi, yana 0 ga tushdi. Mana oxirida yutdik. Mana allin qilib mana yutdik do'stlar. Ko'ryapsizlar, xuddi shu tarzda, ya'ni risk bor. Har doim ham yutadi degani emas. Shuning uchun to'g'risi bu igrat bo'limini tavsiya etmayman. Shunchaki bizdan qilinadigan talab mana shu faucet bo'limiga kirib,
har soatda bizga beriladigan bonusni olib tursak bo'ldi do'stlar. Shunaqa. Ko'ryapsizlar, 57 minutdan keyin yana xuddi shu tarzda sarmoyasiz Litecoin ishlab borishimiz mumkin bo'ladi. Bu saytdan men bir necha bora pullar chiqarganman. Mana Wizdraft bo'limiga o'tadigan bo'lsak do'stlar, oxirgi marta $12.89 chiqarganman. Ya'ni bu 2026-yil, ya'ni shu yil 01-15-cheslada chiqarganman do'stlar. Ko'ryapsizlar? Kompliment, ya'ni sayt 100% to'lagan. 47 sent, $2.24 sent, xullas mana $3.22 sent sayt 100% to'laydi do'stlar. Bu saytdan men bir necha bora pullar chiqarganman. Sayt 100% ishonchli, barchalaringga tavsiya etib qo'ygan bo'lardim. Xo'sh, xudo xohlasa sizlarga albatta saytimizdan pul chiqarib ham video rolik qilib ko'rsatib beraman. Hozircha hisobimda pul yo'q, shuning uchun keyingi video roliklarda albatta pul chiqarish haqida ham video roliklar qilaman do'stlar. Xo'sh, saytimizni albatta silkasini kommentariyada yoki opisaniyaga qo'yib qo'yaman. Xohlovchilar bo'lsa bemalol ro'yxatdan o'tib, mana sarmoyasiz bemalol pul ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Ya'ni kriptovalyuta, Litecoin kriptovalyutasini do'stlar. Xo'sh, bo'lmasa biz video roligimizni yakunlaymiz. Xudo xohlasa sizlarga ikkinchi video rolikni ham tez orada chiqaraman, ya'ni pul chiqarish haqida. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, чтобы biz yangi video roliklar, internetda pul ishlash, sarmoyasiz va sarmoyali pul ishlash mumkin bo'lgan ajoyib kontentlar chiqarayotganimizda bizning video darslarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib, layklarni bosib qo'yinglar. Bo'lmasa biz video roligimizni yakunlaymiz va keyingi video darslarda ko'rishguncha hammaga xayr deb qolaman do'stlar.